Assalomu alaykum metal obunachilari, hammalarga xayrli kech. Bo'lishiga qaramasdan mana sizga ekan kechgani sezoni kelgan, xudo xolasa yakun bosyapmiz. Kimga ekan kechga zarur bo'lsa bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol 12 ta viloyatga xudo xolasa dastlab qilib beramiz. Havolar ham sovib qoldi. Xudo xolasa narxlar yaxshi, ustalar ishlashyapti. Lekin bizga xudo xolasa bitta shu lazerchi ustamizga xo'p aytib o'taman, Marg'ilon, Satga turugi atrofi yoki Vats turugi atrofida yoki Qo'shtepa turugi bozor oldi yonveridagi yoki Fayzoboddanmi, xullas kelib ketishga qiynalmasligi kerak. Adresimiz Marg'ilon shahar, Satga turug bo'ladi. Satga turugni ko'pchilik biladi. Shu joyga bizga bitta lazerga yordamchi ishchi kerak. Ham o'rganadi ham yordam berib turadi. Xolasa teng, xolasini o'tishga. Kimda agar shunaqa maktabni bitirib hunar olmoqchi bo'lgan yoki ishlamoqchi bo'lgan, uyda bekor o'tirgisi kelmagan yoshlar, tanishlar bo'lsa yoki o'rtoqlaring bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsin. Pastda raqamlar qoldiramiz, kelishadi, ishni ko'rishadi. Shu lazer stanoviga yordam berish. Xolasa aqli yaxshi bo'lsa, ongi yaxshi bo'lsa, bemalol hunar olib o'rgansa ham bo'laveradi. Metal lazer stanovimiz, lekin agar ish bo'lib qolsa listagitda o'sha metalni butaydigan gitimiz bo'ladi. Shu stanovga yordamchi kerak. Hammalaring sog' bo'linglar, bu videoni yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, charchamanglar.